alaykum Lochin ishqibozlari va doimiy kuzatuvchilarimiz. Bugungi videomizda zavodimizda ishlab chiqarilayotgan 50 dan ortiq mahsulotlarning har birini ishlab chiqarish jarayoni va test sinov jarayonlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Va shu bilan birga milliy brend bo'lgan Lochin zavodida ishlab chiqarilayotgan yuk mototsikllarining boshqa mototsikllardan ustun tomonlarini ko'rsatib beramiz. Bugungi test jarayonimizda mototsiklarimizning dvigatelini maxsus stend yordamida tekshiramiz va mototsiklarimizning chidamliligini tekshirish uchun crash test o'tkazamiz. Keyingi sinovimizda esa maksimal darajada yuk ortilgan mototsikllarimizni test drive qilib, tekis va notekis yo'llarda haydab ko'rsatamiz. Barcha mototsiklarimizga dvigatel o'rnatilishidan oldin har bitta dvigatelimiz maxsus stend yordamida test sinovidan o'tkaziladi. Mana biz hozir dvigatellarimizning maxsus sinovdan o'tkazadigan xonamizda. Bu yerda biz dvigatellarimizning mana bu yerdagi stend apparati yordamida maxsus test sinovlaridan o'tkazamiz. Bu stendimiz bizlarga dvigatelning kuchlanishi, o't kuchi, newton metr, 1 daqiqada aylanish tezligi va boshqa bir qancha ko'rsatkichlarni aniqlash imkonini beradi. Ya'ni dvigatelni mototsiklga o'rnatgandan so'ng har xil og'irlikdagi yuklarni yuklab, birinchi, ikkinchi va boshqa tezliklardagi real holatidagi ko'rsatkichlarni aniqlashga xizmat qiladi. Bu analizatorimiz orqali biz karburyatorning ishlash prinsipi, yoqilg'ining dvigatelga bo'lgan ta'siri va gulishitl orqali chiqayotgan tutunning atrof muhitga bo'lgan zararlilik darajasi va boshqa bir qancha ko'rsatkichlarni aniqlab olishimiz mumkin. Dvigatelimizga bir qancha datchiklar o'rnatilgan bo'lib, bu bizlarga dvigatel qismlarining harorati, dvigatel moyining harorati, radiatorga kiruvchi va chiquvchi suyuqliklarning haroratini o'lchashga yordam beradi. Mana bu yerdagi qurilmamiz esa dvigatelning birinchi, ikkinchi va boshqa tezliklardagi oborotiga qarab qancha yoqilg'i sarflaganini ko'rsatib beradi va bu yerda to'plangan barcha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri kompyuterimizga uzatiladi. Dvigatelimizning ishlashiga ta'sir qiladigan bir necha omillar mavjud bo'lib, bular atmosfera bosimi, tashqi muhit harorati va namligi bo'lib hisoblanadi. Bu yerdagi omillar va boshqa ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda biz test sinovlarini amalga oshiramiz. Sinov o'tkazadigan xonamiz yopiq xona bo'lib, bu bizlarga istalgan mavsum haroratini sun'iy ravishda yaratib, test o'tkazish imkonini beradi. Va sinov oxirida esa kompyuterda to'plangan ma'lumotlar asosida jadvallarimiz to'ldirilib, tahlil qilinadi. Sinov jarayonlarimizda biz moyning dvigatelga ta'sirini ham o'rganib chiqdik. Biz bu yerda bir nechta markadagi dvigatel moylarini sinovdan o'tkazdik va yaqinda Azmol kompaniyasi bilan o'z hamkorligimizni yo'lga qo'ydik. Azmol kompaniyasi Britaniya texnologiyasi asosida mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Azmol kompaniyasining xodimlari zavodimizga tashrif buyurishdi va zavodimizning mutaxassislari ishtirokida mahalliy shart-sharoitlarni o'rganishdi, o'zaro fikr almashinib, yangi mahsulotni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston iqlimi juda issiq bo'lib, dvigatel moyi harorat yuqori bo'lishi bilan o'z xususiyatini yo'qotadi. Lekin Azmol kompaniyasining mahsuloti o'ta yuqori haroratga ham bardoshli bo'lib, o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Azmol kompaniyasining Lochin logotipi urilgan dvigatel moylari aynan bizning mahsulotlari uchun ishlab chiqarilgan. Dvigatelimizni mana bu yerdagi tugmalar orqali ishga tushiramiz.